Dasturimizni davom ettiramiz. Nargiza aytib o'tishimiz kerakki, talabalik mehnat, mas'uliyat sinovi hisoblanadi. Endilikda har bir talabaning har yili ko'rsatgan natijasi uning grant yoki kontraktda o'qishni belgilab berar ekan. Aynan. Endi davlat grantini olish bir marta kirib 4 yilga kafolatlanadi degani emas. E'tiborli tomoni shundaki, har bir yil o'quv yili so'ngida grantlar o'rinlari qayta taqsimlanar ekan. Ya'ni grantda tahsil olayotgan kontraktda tahsil olayotgan talaba esa grantga o'tib olishi mumkin ekan. Bu degani endi talabaning grantda o'qishi shu o'qish yakuniga qadar kafolatlanadi degani emas. Uning o'qishiga qarab, ballariga qarab u kontraktga o'tish ham mumkin ekan. Bu albatta adolat tamoyiliga asoslangan yangi yondashuv. Agar 2 nafar talaba bir xil ball yig'sa, ustuvorlik akademik o'zlashtirish ko'rsatishiga beriladi. Agar u ham teng chiqsa, mutaxassislik fanlaridan test sinovlari o'tkaziladi. Qizig'i shundaki, bu jarayonning natijalari 25-avgustgacha oliy ta'lim muassasasining rasmiy saytida e'lon qilinadi. Shu bois talabalarga maslahatim, har bir semestrni, har bir darsni e'tibor bilan o'qing va yaxshi bahoga o'qishga harakat qiling. Va bu esa ta'limda sifatli, sog'lom raqobatni shakllantiradi va talabalar o'rtasida sog'lom raqobat yuzaga kelib, har yili ularda ta'limga bo'lgan qiziqish ortib boradi. Demak, navbatdagi lavhamiz shu bilan bog'liq. Hozir shuni barchamiz birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Nahot endi men ham grantda o'qiyman. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Endi kontraktchilar ham grantda o'qish mumkin. Gap shundaki, Vazirlar Mahkamasining 2 oy oldin qarorlari chiqdi. Oliy ta'lim tashkilotlaridagi talabalarga grantlarni taqdim etish va qayta taqsimlash haqida. Ya'ni agar siz 2024-2025 o'quv yilidan o'qishga kirgan, jaydari tilda aytganda, hozir 1-kurs talabasi yoki magistranti bo'lsangiz, kelgusi o'quv yilidan, to'g'rirog'i 2-kursdan davlat granti asosida o'qishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Siz bilmasangiz boshqalar bilar. Dastlab talaba yoshlarimizdan so'rab o'rganamiz. O'zi umuman bu o'zgarishdan ularning xabarlari bormikan? Men o'zim Milliy universitetida o'qiyman, 1-kurs talabasi. Ya'ni grantda o'qiyman. Bizga universitetimizda bu kontraktdan grantga o'tish haqida ancha tushuntirish ishlari olib borildi. Kontraktdagi talabalar grantga o'tish uchun harakat qilishini ta'minlash uchun. Shu sababli hozirda talabalar juda yaxshi o'qiyapti deb hisoblayman. O'zimiz guruhda shunday, aynan kontraktda o'qiydiganlar grantda o'qish uchun harakat boshlangan. Yaxshi tayyorlanib o'zim davlat grantiga o'qishga kirdim va men o'sha 4 yil davomida grant o'qiyman deb o'ylagandim va mana bu yil ko'rib turibmiz, shu qonun chiqdi. O'sha grantdagilar kontraktga tushib qolishi mumkin, kontraktdagilar davlat grantiga o'tish mumkin degan. Shundan keyin o'sha kontraktdagilarda ham qandaydir motivatsiya bo'ldi o'sha grantga chiqish uchun. Grantdagilar grantda saqlab qolish uchun harakat qilyapti hozir. Hozir grant kontrakt tizimi, ya'ni grant 1 yilga beriladigan bo'ldi. Shu o'rinda kvotalar soni o'zgardi. Bizning fakultetimizda ham hozirgi kunda 20 ta grant, 30 ta kontrakt bo'lsa, keyingi yilga kelib bu o'zgartirishlar kiritib, ya'ni 18 ta to'liq mas grant va 24 ta kontrakt ajratilyapti. O'qishiga qarab o'sha stipendiyalar beriladi. To'liq mas grantlarga stipendiya berilmaydi degan fikrlar bor. Yuqoridagi so'rovnomadan ko'rinib turibdiki, grantlarni qayta taqsimlash bo'yicha universitetlarda tushuntirish ishlari yaxshi olib borilgan. Shunday qilib, tez orada 2024-2025 o'quv yili yakunida grant o'rinlarini qayta taqsimlash boshlanadi. Xo'sh, kimlar unga da'vogarlik qila oladi? Ta'lim grantlariga 24-25 o'quv yilida talabalikka qabul qilinganlar va GPA ko'rsatkichi 3,5 va undan yuqori bo'lgan talabalar tanlovda ishtirok etishlari mumkin. Bunda oliy ta'lim tashkilotining rasmiy veb-sayti orqali maxsus platforma yaratiladi, ya'ni talabgorlar oliy ta'lim tashkilotining rasmiy veb-sayti orqali ro'yxatdan o'tishlari mumkin va tanlovda ishtirok etishlari mumkin. Bunda tanlov, ya'niki akademik o'zlashtirish ko'rsatkichi va ijtimoiy faollikni aniqlash bo'yicha baholanadi. Ya'ni akademik o'zlashtirish ko'rsatkichini aniqlash bo'yicha 80 ballik mezonda aniqlansa, ijtimoiy faollikni aniqlash bo'yicha 20 ballik mezonda aniqlanadi. Bunda yakuniy natija maxsus komissiya tomonidan baholanib, yakuniy natijalar e'lon qilinadi oliy ta'lim muassasasining rasmiy veb-sayti orqali. Endi quloqqa chalinayotgan ayrim gaplarni tahlil qilsak, ayni damda davlat grantida o'qiyotgan talabalar bu o'zgarishlarga biroz norozi kayfiyatda ekanligini guvohi bo'lamiz. To'g'ri-da. Biz qancha tayyorlanib grantga kirganmiz? 1 yilda yo'qotamizmi? Kabi savollar yo'q emas. Xo'sh, bu e'tiroz qanchalik o'rinli?
ta'lim grantini taqsimlanishi bu talabalar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratishga va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy soha asosida tahsil olayotgan talabalar keyingi o'quv yilidan boshlab kontrakt asosida tahsil oladi degani emas, ya'niki grant o'rinlarida tahsil olayotgan talabalar ham masalan o'zlashtirish ko'rsatkichi bo'yicha 80 ballik mezon asosida baholansa, ijtimoiy faolligi bo'yicha 20 ballik mezon asosida baholanadi. Bu degani ya'niki grant o'rinda o'qiyotgan talaba kontrakt asosida o'qishga majbur bo'lib qoladi degani emas. Demak, yangi qarorga ko'ra, endilikda kontrakt asosida tahsil olayotgan talabalar ham 2-kursdan boshlab grant asosida o'qishi mumkin. Bu oliy ta'limda raqobatni oshiradi. Bu tizimning qanday foydalar berishini esa shu yil 2025-yil yozida taqsimlash ishlari natijalari e'lon qilinganda bilamiz.